Mo'minu muslima ahli musulmon, pok qalbi to'rida yashaydi Qur'on. Allohga ishongan ey aziz inson, Qurbon hayitingiz muborak bo'lsin. Shukrona keltirib shunday kunlarga qiblaga yuzlanib o'qilar namoz. Kimga nasib yana armon, kimlarga duo qilib Tangrim qilmoqlik e'zoz. Saodatli kunda savob yaxshi amallar, bir-birin yo'qlamoq kerak shu damlar. Qurbingiz yetsa gar farz biling shuni, jonliq atab ehson qiling odamlar. Keksalar holini so'rang avvalo, yetimlar boshini silang beminnat. Qilgan yaxshilikni aytmang mutlaqo, oxiratda nasib bo'lgusi jannat. Shunday yurtda yashamoqlik baxt, shu baxtni but aylar oila davrasi. Ko'ngilda mustahkam iymon, e'tiqod, qadr topmoqlikni ayni pallasi.